Salom, hurmatli tomoshabinlar. Agar siz 6000 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki sizning oilangizda shunday yoshdagi yaqinlaringiz bo'lsa, eshitayotganlaringiz siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Sizning moddiy farovonligingiz, kelajakdagi xotirjamligingiz va huquqlaringizni himoya qilish uchun juda muhim yangiliklar haqida gapiraman. Sizning pensiyangiz, qo'shimcha imtiyozlaringiz va qanday qilib ularni to'g'ri rasmiylashtirish haqida bilishingiz shart bo'lgan ma'lumotlarni batafsil tushuntiraman. Shu sababli iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqani o'tkazib yubormang. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotlarni ko'proq odamlar eshitishi uchun yordam berasiz. Muammoning mohiyati va nimalar o'zgardi? Avvallar pensiya tizimida ma'lum bir barqarorlik mavjud edi. Pensiyalar odatda yiliga bir marotaba inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinardi. Ba'zi bir toifadagi fuqarolar uchun alohida imtiyozlar mavjud bo'lsa-da, ularning doirasi cheklangan edi. Pensiyalarni rasmiylashtirish va hisoblash jarayonlari ba'zida murakkabliklar tug'dirardi. Odamlar turli idoralarga qatnashga majbur bo'lishardi. Ko'pincha pensiya yoshidagi fuqarolar qo'shimcha ijtimoiy yordam olish imkoniyatlaridan bexabar qolishardi yoki uning hujjatlashtirish jarayonlari ularga qiyinchilik tug'dirardi. Ayniqsa, yolg'iz keksalar, nogironligi bor pensionerlar ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam doimiy e'tiborda bo'lishiga qaramay, ularga berilayotgan yordamni kengaytirish zaruriyati mavjud edi. Ishlayotgan pensionerlar uchun ham qoidalar ba'zan noaniq bo'lib, pensiya va maosh o'rtasidagi munosabatlar ko'pincha tushunarsiz holatlarni keltirib chiqarardi. Ba'zi hollarda ishlaydigan pensionerlar ma'lum bir miqdordan oshiq maosh olganlarda pensiyalarining bir qismi ushlab qolinardi. Bu esa ularning daromadlarini oshirishga bo'lgan ishtiyoqini so'ndiradi. Lekin hozir ahvol o'zgardi. Prezidentimizning keksalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bu nom misol tariqasida keltirilgan, kuchga kirdi. Bu farmon pensiya tizimiga tubdan yangiliklar olib keldi va 60 yoshdan oshgan har bir fuqaro uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Birinchidan, pensiyalarni indeksatsiya qilish mexanizmi sezilarli darajada yaxshilandi. Endi bu jarayon tez va aniqroq amalga oshiriladi. Ikkinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar uchun yangi mehr-oqibat qo'shimcha nafaqasi joriy etildi. Uchinchidan, pensionerlarning ishlashiga oid qoidalar soddalashtirildi va rag'batlantiruvchi mexanizmlar kiritildi. Bu o'zgarishlar hukumatimizning keksalarga bo'lgan alohida e'tibori, ularning munosib keksalik davrini ta'minlash va inflyatsiya ta'sirini kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning yaqqol namunasidir. Maqsad pensionerlarning turmush sifatini oshirish, ularning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashdir. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak? Kimga tashvishlanish shart emas? Keling, bu yangiliklarni batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, yangi indeksatsiya mexanizmi haqida. Ilgari pensiyalar odatda yiliga bir marotaba, ayrim hollarda 2 marotaba inflyatsiya darajasiga qarab oshirilardi. Endi esa yangi qoidalarga muvofiq pensiyalar har yarim yilda, ya'ni yiliga 2 marotaba indeksatsiya qilinadi. Bu nafaqat inflyatsiya darajasini qoplashga, balki pensionerlarning real daromadlarini oshirishga qaratilgan. Har bir indeksatsiyada umumiy inflyatsiya ko'rsatkichiga qo'shimcha ravishda ma'lum bir foiz qo'shiladi. Masalan, agar inflyatsiya 5% bo'lsa, pensiya 7%ga oshiriladi. Bu sizning pensiyangizni nafaqat nominal, balki real qiymatda ham barqaror ushlab turishga yordam beradi. Ikkinchidan, mehr-oqibat qo'shimcha nafaqasi joriy etildi. Bu nafaqa ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar, xususan yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, pensiyasi minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Bu nafaqa har oyda pensiyaga qo'shimcha tarzda to'lanadi va kommunal to'lovlarni qoplash, dori-darmon sotib olish yoki kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun mo'ljallangan. Naqadar muhim tomoni shundaki, bu nafaqa avtomatik tarzda tayinlanmaydi, balki ariza asosida beriladi. Uchinchidan, ishlaydigan pensionerlar uchun qoidalar soddalashtirildi. Ilgari pensioner ish haqining ma'lum bir miqdordan oshgan qismiga qarab, pensiyaning bir qismi ushlab qolinardi. Endi esa agar pensionerning oylik ish haqi respublikada belgilangan minimal pensiya miqdoridan 2 barobar oshmasa,
uning pensiyasi to'liq miqdorda saqlanib qoladi. Bu keksa avlod vakillarini ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga, o'z bilim va tajribalarini yoshlarga o'rgatishga rag'batlantiradi. Endi kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanishi shart emasligi haqida. Tashvishlanish kerak bo'lganlar: 1. Shaxsiy ma'lumotlarni, pasport ma'lumotlari, yashash joyi, oilaviy ahvoli uzoq vaqt davomida yangilamagan pensionerlar. Ayniqsa yashash joyini o'zgartirganlar yoki familiyasi o'zgargan ayollar. Agar ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, yangi nafaqalarni olishda qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. 2. Bank hisob raqamlari faol bo'lmagan, muddati o'tgan yoki noto'g'ri bank kartalariga ega bo'lganlar. Pensiya va nafaqalar elektron shaklda to'langani sababli faol bank kartasi va to'g'ri hisob raqamiga ega bo'lish juda muhim. 3. Yangi nafaqalarga ariza berish muddatlarini o'tkazib yuborish ehtimoli borlar. Mehr-oqibat nafaqasi kabi yangi turdagi yordamlar uchun belgilangan muddatlar bo'lishi mumkin. Hozirda ishlayotgan va yangi qonun qoidalariga ko'ra o'z ish sharoitlarini qayta ko'rib chiqishi kerak bo'lgan pensionerlar. Ularning ish haqi pensiyaga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Bilishlari lozim. Tashvishlanishi shart bo'lmaganlar. 10. Pensiya fondi bilan barcha hujjat ishlari joyida bo'lgan, shaxsiy ma'lumotlari yangilangan va to'g'ri bank hisob raqamiga ega bo'lgan pensionerlar. Ular yangi indeksatsiyalarni avtomatik tarzda olishadi. Pensiyalari allaqachon yuqori bo'lganlar. Ular ham indeksatsiyadan foyda ko'rishadi, lekin mehr-oqibat kabi qo'shimcha ijtimoiy nafaqalarga ehtiyoj sezmasliklari mumkin. Chunki bu nafaqalar aynan ijtimoiy himoyaga muhtojlar uchun mo'ljallangan. Keling bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik raqamlar bilan birga. Birinchi misol: pensiyani indeksatsiya qilish. Farida opa 2023 yil oxirida 1700-1000 so'm pensiya olardi. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng 2024 mart oyida hukumat tomonidan belgilangan inflyatsiya ko'rsatkichi 10% bo'ldi va unga qo'shimcha 2% bonus qo'shildi. Demak, Farida opaning pensiyasi 8% ga oshirildi. Ya'ni 1700 16.000 so'm bo'ldi. Sentabr oyida esa yana yangi inflyatsiya ko'rsatkichi va bonus bilan 7% ga oshirildi. 16.000 so'm. Ko'rib turganingizdek, Farida opaning pensiyasi bir yil ichida sezilarli darajada o'sdi va bu uning xarid qobiliyatini sezilarli darajada oshirdi. Bu Farida opaga kommunal xizmatlarga pul to'lashda, oziq-ovqat xarajatlarini qoplashda va hatto ba'zi bir maishiy ehtiyojlarni qondirishda katta yordam beradi. Ikkinchi misol: mehr-oqibat qo'shimcha nafaqasi. Murod bobo 72 yoshda yolg'iz yashaydi va uning pensiyasi 1,2 million so'm. Bu pensiya miqdori minimal iste'mol xarajatlaridan biroz pastroq. U yangi mehr-oqibat nafaqasini olish uchun mahalla fuqarolar yig'ini orqali ariza berdi. Ariza topshirgandan so'ng uning ijtimoiy ahvoli o'rganildi va u nafaqa olish huquqiga ega deb topildi. Endi Murod bobo har oy pensiyasiga qo'shimcha 300.000 so'm nafaqa oladi. Jami daromadi 1,300,000 lux 1,37,000 so'mga yetdi. Bu qo'shimcha mablag' Murod boboga dori-darmon xarajatlarini qoplashga, elektr energiyasi va gaz to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirishga va hatto o'zining sevimli nabiralariga kichik sovg'alar olishga imkon beradi. Bu nafaqa Murod boboning turmush sifatini sezilarli darajada yaxshiladi va uni yolg'izlik hissini kamaytirdi. Chunki u davlat g'amxo'rligini his qildi. Uchinchi misol: ishlayotgan pensionerlar uchun qoidalar. Nargiza opa 63 yoshda va uning pensiyasi 1,800 so'm. U bolalar bog'chasida yarim stavkada ishlaydi va oylik maoshi 1,500 so'm. Ilgari uning umumiy daromadi ma'lum bir chegaradan oshganligi sababli pensiyasining bir qismi ushlab qolinishi mumkin edi. Ammo yangi qonunga ko'ra, agar pensionerning oylik maoshi minimal pensiya miqdoridan 2-5 barobar oshmasa, uning pensiyasi to'liq saqlanib qoladi. Minimal pensiya miqdori deylik 20 so'm bo'lsa, uning 5 barobari 1500 so'm bo'ladi. Nargiza opaning maoshi aynan shu chegaraga teng bo'lganligi sababli uning pensiyasidan biror tiyin ham ushlab qolinmaydi. Demak, uning umumiy oylik daromadi 1,800,000 pensiya, 1,500,000 maosh, 30,000 so'm bo'ladi. Bu Nargiza opaga nafaqat moddiy jihatdan yordam beradi, balki uni jamoat hayotida faol ishtirok etishga undaydi. U bolalar bilan ishlashdan zavqlanadi va o'zini jamiyatga foydali his qiladi.
Bu kabi mexanizmlar keksalarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamdir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar hech qanday qo'yda istisnosiz bo'lmaydi va har qanday tizimda e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Istisnolar 1. Ba'zi toifadagi pensionerlar, masalan, harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlarining sobiq xodimlari, maxsus xizmat pensionerlari uchun pensiyalarni hisoblash va oshirish qoidalari umumiy fuqarolik pensiyalardan farq qilishi mumkin. Ularning pensiyalari o'zlarining vazirlik yoki idoralari tomonidan belgilangan alohida nizomlar asosida tartibga solinadi. Shuning uchun bunday toifadagi fuqarolar o'zlarining tegishli xizmatlarining pensiya ta'minoti bo'limlariga murojaat qilishlari kerak. 2. Xorijda yashovchi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan pensionerlar uchun ham alohida qoidalar mavjud. Agar siz doimiy yashash joyingizni boshqa davlatga o'zgartirgan bo'lsangiz, O'zbekiston bilan pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomasi bo'lgan davlatlarda pensiya olishilish imkoniyati mavjud. Bunda ikki tomonlama shartnomalar yoki O'zbekistonning ichki qonunchiligi asosida harakat qilinadi. Bu holatda TIV konsullik bo'limlari orqali aniqlik kiritish lozim. Vasiylik yoki homiylik ostidagi pensionerlar. Agar keksa fuqaro ruhiy salomatligidagi muammolar tufayli sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa va unga vasiy yoki homiy tayinlangan bo'lsa, barcha pensiya va nafaqa masalalari vasiy orqali hal qilinadi. Vasiy pensionerning manfaatlarini himoya qilishi va uning mablag'laridan faqat pensionerning ehtiyojlari uchun foydalanishi shart. Barcha hujjatlar vasiy tomonidan tegishli vakolatlarga ega bo'lgan holda rasmiylashtiriladi. Tuzoqlar va xavflar, firibgarlar. Har doim yangiliklar paydo bo'lishi bilan firibgarlar faollashadi. Sizga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, o'zingizni pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirishi, yangi nafaqa olish uchun bank karta raqamingiz, CVV kodingiz yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'rashi mumkin. Hargiz bunday ma'lumotlarni hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari hargiz sizdan bank karta ma'lumotlarini yoki SMS kodlarini so'ramaydi. Barcha arizalar rasmiy idoralar orqali shaxsan yoki my.tomtkuf.uz portali orqali amalga oshiriladi. Shubhali qo'ng'iroqlarni darhol yakunlang va tegishli idoralarga xabar bering. 2. Noto'g'ri hujjatlashtirish. Yangi nafaqalar yoki o'zgarishlar uchun ariza berishda hujjatlarning to'liq va to'g'ri taqdim etilishi juda muhim. Kichik bir xato ham arizani rad etishga yoki jarayonni cho'zib yuborishga olib kelishi mumkin. Masalan, yashash joyi haqidagi ma'lumotlar eskirgan bo'lsa yoki oilaviy ahvol to'g'risidagi hujjat yetishmasa, har bir hujjatning asl nusxasi va nusxalari mavjudligiga ishonch hosil qiling. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi bir yangi imtiyozlar yoki nafaqalar uchun ariza topshirishning belgilangan muddatlari bo'lishi mumkin. Bu muddatlarga rioya qilmaslik imtiyozdan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Har doim rasmiy manbalardagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqing va muhim sonlarni eslab qoling. 4. Bank hisob raqami bilan bog'liq muammolar. Ba'zi keksa fuqarolarning bank kartalarining muddati o'tgan bo'lishi, hisob raqamlari uzoq vaqt ishlatilmaganligi sababli bloklangan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya yoki nafaqaning o'z vaqtida o'tmasligiga olib keladi. Bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni yangilang. Hisob raqamingiz to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Noaniq nuanslar. Pensiya va nafaqa o'rtasidagi farq. Pensiya bu sizning mehnat stajingiz va ish haqingizga asoslangan to'lov. Nafaqa esa ijtimoiy himoyaga muhtojligingizga qarab beriladigan qo'shimcha yordam. Yangi qoidalar ikkalasiga ham ta'sir qilishi mumkin, lekin turli mexanizmlar asosida. Masalan, pensiya indeksatsiya qilinadi. Nafaqa esa ehtiyojga qarab belgilanadi. 2. Oilaning umumiy daromadiga ta'sir. Agar siz bir oila bo'lib yashasangiz va oilaning umumiy daromadi ma'lum bir miqdordan oshgan bo'lsa, ba'zi ijtimoiy nafaqalarni olishda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Mehr-oqibat nafaqasini tayinlashda yolg'iz yashash yoki oilaning umumiy daromadi kabi omillar hisobga olinadi. Bu holatlarni pensiya jamg'armasi yoki mahalla fuqarolar yig'inlarida aniqlashtirish lozim. 3. Hisoblash metodikasi. Har doim faqat oxirgi raqamga e'tibor bermasdan pensiya yoki nafaqa qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. Agar sizda savollar bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlaridan hisoblash formulasini tushuntirishlarini so'rang. Bu sizga shubhali vaziyatlarda o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 4. Qarorni shikoyat qilish. Agar siz pensiya yoki nafaqa tayinlash, oshirish yoki to'lash bilan
bog'liq qarordan norozi bo'lsangiz, ushbu qaror ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Dastlab yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga yozma ravishda murojaat qilishingiz, keyin esa sudga murojaat qilishingiz mumkin. Shikoyatda barcha dalillar va asoslar aniq ko'rsatilishi kerak. 5. Mahalla fuqarolar yig'inlarining roli. Mahalla fuqarolar yig'inlarining roli. Mahalla faollari va mahalla fuqarolar yig'inlari nafaqat ijtimoiy yordamni tashkillashtirishda, balki pensionerlarga ma'lumot berishda va hujjatlarni rasmiylashtirishda ham katta yordam beradi. Yangi nafaqalar haqida ma'lumot olishda yoki hujjatlar to'plashda mahalla faollariga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak endi siz uchun eng muhim qism, nima qilish kerakligi haqidagi aniq ko'rsatmalar. Har bir bosqichni diqqat bilan o'rganib chiqing va amalda qo'llang. Rasmiy manbalarni tekshiring. Birinchi navbatda har qanday yangilikni rasmiy manbalardan tekshirishga odatlaning. Bu O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti WOPFUZ, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPokofuz yoki ishonchli ommaviy axborot vositalari bo'lishi mumkin. Boshqa manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ishonmang, chunki ular noto'g'ri yoki eski bo'lishi mumkin. Rasmiy saytlarda prezident farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari va pensiya jamg'armasining tushuntirish xatlari joylashtiriladi. Ikki shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilib yoki mybank.uz portali orqali o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport, yashash manzili, oilaviy ahvol, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'g'ri va yangilanganligini tekshiring. Agar ma'lumotlarda o'zgarish bo'lsa, masalan, familiya o'zgargan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, ularni darhol yangilang. Buning uchun sizga pasport va o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat, masalan, nikoh guvohnomasi, propiska haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Tutuv, bank hisob raqamingizning holatini tekshiring. Siz pensiya olayotgan bank kartangizning muddati o'tmaganligi va hisob raqamingiz faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar karta muddati o'tgan bo'lsa yoki hisob raqami bloklangan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib, uni yangilang yoki muammoni bartaraf eting. Aks holda pensiya yoki nafaqa o'z vaqtida sizga yetib bormasligi mumkin. Bankka borishda pasportingizni esdan chiqarmang. 4. Mehr-oqibat nafaqasiga murojaat qilishni o'ylab ko'ring. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga mos kelsangiz, yolg'iz yashaydigan, pensiyasi past bo'lgan yoki birinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar mehr-oqibat nafaqasini olish uchun ariza topshirishni ko'rib chiqing. Qayerga murojaat qilish kerak? Yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga. Mahalla mas'ullari sizga ariza shaklini to'ldirishda yordam beradi va kerakli hujjatlar ro'yxatini beradi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga. Ular ham sizga batafsil ma'lumot beradi va arizani qabul qiladi. myPokofuz portali orqali. Agar sizda elektron imzo bo'lsa va kompyuter yoki smartfondan foydalanishni bilsangiz, arizani onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Bu eng qulay usullardan biridir. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank hisob raqami rekvizitlari, karta nusxasi, yolg'iz yashashni tasdiqlovchi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, TMIK xulosasi agar mavjud bo'lsa, oilaning daromadlari haqidagi ma'lumotnoma agar talab qilinsa. Bu hujjatlarni to'plashda mahalla fuqarolar yig'inlari yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizga yordam beradi. 5. Agar ishlasangiz, mehnat sharoitlarini qayta ko'rib chiqing. Agar siz pensiya yoshida bo'lishingizga qaramay ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan yangi qonunchilik asosida mehnat shartnomangizni qayta ko'rib chiqing. Ish haqingizning miqdori yangi qoidalarga ko'ra pensiyaning saqlanib qolishiga ta'sir qiladimi? Aniqlang. Agar shubhalaringiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki bevosita yuridik maslahatchilarga murojaat qiling. Bu sizga moliyaviy yo'qotishlarning oldini olishga yordam beradi. 6. Qanday murojaat qilish kerak? Ariza namunasini tasvirlash. Mehr-oqibat nafaqasi uchun ariza odatda standart shaklda bo'ladi, lekin uning asosiy qismlarini bilishingiz kerak. Arizaning yuqori o'ng burchagiga pensiya jamg'armasining viloyat tuman nomi bo'limi boshlig'iga deb yoziladi. Undan keyin sizning FI, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamingiz ko'rsatiladi. Ariza matni mening arizam deb boshlanadi. So'ngra O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
farmon raqami va sanasi farmoniga asosan joriy etilgan mehr oqibat qo'shimcha nafaqasini tayinlashni so'rayman. Men yoshim, yolg'iz yashashim, nogironlik guruhim, pensiya miqdorim tufayli ushbu nafaqaga muhtojman kabi jumlalar yoziladi. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, masalan pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi keltiriladi. Eng oxirida sana va imzo qo'yiladi. Agar imzo qo'ya olmasangiz, vasingiz imzo chekishi mumkin, lekin buning uchun tegishli hujjatlar ilova qilinadi. 7. Shikoyat qilish. Agar sizning arizangiz asossiz rad etilsa yoki pensiya miqdori bo'yicha noroziligingiz bo'lsa, yuqori turuvchi organga shikoyat qilish huquqingiz bor. Shikoyat xatida muammoning mohiyatini, qachon va qaysi idora tomonidan qanday qaror qabul qilinganini, nima uchun siz bu qarorni noto'g'ri deb hisoblayotganingizni aniq ko'rsating. Barcha dalillarni, hujjatlar nusxalari, avvalgi arizalar nusxalari ilova qiling. Shikoyatni pensiya jamg'armasining viloyat bo'limiga, keyin esa respublika pensiya jamg'armasiga yuborishingiz mumkin. Oxirgi chora sifatida sudga murojaat qilish huquqingiz saqlanib qoladi. Aziz tomoshabinlar, bugun biz 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangiliklar, ularning moddiy farovonligini oshirishga qaratilgan qonuniy o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Yangi pensiya indeksatsiyasi, mehr oqibat nafaqasi va ishlayotgan pensionerlar uchun soddalashtirilgan qoidalar sizning hayotingizda katta o'zgarishlar yasashi mumkin. Bu ma'lumotlar shunchaki nazariy emas, balki sizning kundalik hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan amaliy ahamiyatga ega. Eng muhimi bu imkoniyatlardan xabardor bo'lish va ulardan foydalanish uchun faol harakat qilish. Esingizda bo'lsin, sizning huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish sizning qo'lingizda. Yuqorida aytilgan barcha maslahatlarga amal qiling. Rasmiy manbalarga ishoning va shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli. Iltimos, pastdagi izohlarda o'z savollaringizni, fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar biror nuqta tushunarsiz bo'lsa, albatta yozing, biz javob berishga harakat qilamiz. Bu videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu video ko'proq insonlarga yetib borishi va ularning hayotini yaxshilashga yordam berishi uchun muhimdir. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha